Yüzleri tumtumalak, sözleri bal mı kaymak, sana bağımı doymak. Ay meni hoşray kızım, ay meni majı kızım. Yüzleri tumtumalak, sözleri bal mı kaymak, sana bağımı doymak. Ay meni hoşray kızım, ay meni majı kızım. Erkelep saçlarını sılasım geledi, duymayman gözlerine yep koyasım geledi. Erkelep saçlarını sılasım geledi, duymayman gözlerine yep koyasım geledi. Yüzleri tumtumalak, sözleri bal mı kaymak, sana bağımı doymak. Ay meni hoşray kızım, ay meni majı kızım. Yüzleri tumtumalak, sözleri bal mı kaymak, sana bağımı doymak. Ay meni hoşray kızım, ay meni majı kızım. Şunu şoxluqları dikməni özüm axır, nazlanıb gülüşləri onasını özü axır. Vax şunu şoxluqları dikməni özüm axır, nazlanıb gülüşləri onasını özü axır. Yüzləri tumtumalak, sözləri bal mı kaymak, sana bağımı doymak. Ay meni hoşray kızım, ay meni majı kızım. Yüzleri tumtumalak, sözleri bal kaymak, sana bağımı doymak. Ay meni hoşray kızım, ay meni majı kızım. Ay meni esen kızım, ay meni hoşray kızım. Hay sen önce şirin, sözlerin şunca şirin. Erketayım, yüzü hayım, kızalağım. Gül sen günde şirin, gülginde bal yaşirin. Kanı canım, mani canım, kızalağım. Hayatımda çırağım, gözüm nuru karağım. Yüreğimde medar yakşıyam sarlar, kızalağım. İki nurlu yanağım, sözü şirin kaymağım. Dilim senge xumar, yaxşıyam sanlar, kızalağım. Benge yürsen eğer, bəxtli mən gülsən eğer. Sözü balım, gül cemalım, kızalağım. Aytgimni tiləgi, bunca güzel köylegi. Kozu çağım, qoğur çağım, gözümün çağım. Hayatımda çırağım, gözüm nuru karağım. Yüreğimde medar yaxşıyam sanlar, kızalağım. İki nurlu yanağım, sözü şirin kaymağım. Dilim senge xumar, yaxşıyam sanlar, kızalağım. Hayatımda çırağım, gözüm nuru karağım. Yüreğimde medar yaxşıyam sanlar, kızalağım. İki nurlu yanağım, sözü şirin kaymağım. Dilim senge xumar, yaxşıyam sanlar, kızalağım. Hay sen önce şirin, sözlerin şunca şirin.
Erketoyim yüzü hayım kızalağım Gülsen günde şirin Gülginde bal yaşırın Kanı canım, mani canım kızalağım Hayatımda çırağım Gözüm nuru karağım Yüreğimde medar yaxşıyam sen var kızalağım İki nurlu yanağım Sözü şirin kaymağım Dilim senge xumar yaxşıyam sen var kızalağım Güzelim ana kızım, kaş gözü xuddi o'zim Ta'rifga yo'qdir so'zim, mana muslima qizim Oy desam oydan go'zal, so'zlari qandoq asal Dada desam man kasal, bo'laman ona qizim Qizalog'im oyna, sho'x shodon oyna Bir kulib oyna, bugun sen tug'ilgan kun Ona qizim oyna, sho'x shodon oyna Bir kulib oyna, bugun sen tug'ilgan kun Malla soch qo'g'irchoq, dilimga ovunchoq Ko'zlarim quvnab ketar, ochib kelsang quchoq Oy desam oydan go'zal, so'zlari qandoq asal Dada desam man kasal, bo'laman ona qizim Qizalog'im oyna, sho'x shodon oyna Bir kulib oyna, bugun sen tug'ilgan kun Ona qizim oyna, sho'x shodon oyna Bir kulib oyna, bugun sen tug'ilgan kun Qizalog'im oyna, sho'x shodon oyna Bir kulib oyna, bugun sen tug'ilgan kun Ona qizim oyna, sho'x shodon oyna Bir kulib oyna, bugun sen tug'ilgan kun
juda ham ishondim. Sen bilan orzuda mening hayotim yashar ekan teran dilda. Ming sahifali ertak, uning nomi bu olamda sevgi bo'lsa kerak. Tug'ilgan kuningda, tug'ilgan kuningda hayajoni bog'a giriftor edik. Tug'ilgan kuningda, tug'ilgan kuningda bor bo'lsa hissingda uchrashgan edik. Tug'ilgan kuningda, tug'ilgan kuningda hayajoni bog'a giriftor edik. Tug'ilgan kuningda, tug'ilgan kuningda bor bo'lsa hissingda uchrashgan edik. Tug'ilgan kuningda, tug'ilgan kuningda hayajoni bog'a giriftor edik. Tug'ilgan kuningda, tug'ilgan kuningda bor bo'lsa hissingda uchrashgan edik. Xush kelibsan bag'rimizga sen erka toy qizim. Shirin toy qizim, o'zimni oy qizim. Xush kelibsan bag'rimizga sen erka toy qizim. Shirin toy qizim, o'zimni oy qizim. Xush kelibsan bag'rimizga sen erka toy qizim. Shirin toy qizim, o'zimni oy qizim. Xush kelibsan bag'rimizga sen erka toy qizim. Buyugim bergan shirin ne'matim, shirin kulguyingga olam to'lsin. Jajji farishtam o'zing gavharim, shukrona kuning muborak bo'lsin. Mana shirinim ko'zlari shahlo, asraymiz seni va'damiz senga. Ko'zlar tegmasin jon qizim aslo, shukrona bo'lsin yolg'iz egamga. Shirin toy qizim, o'zimni oy qizim. Xush kelibsan bag'rimizga sen erka toy qizim. Shirin toy qizim, o'zimni oy qizim. Xush kelibsan bag'rimizga sen erka toy qizim. Solihalardan hammaning havasi kelsin bolam. Munchoq ko'zlaring hech ko'rmasin nam. Erka toy qizim mening yagonam. Onam kabi beg'ubor qizim, senga jonim beraman chin so'zim. Barcha ota-onalar baxtiga bolajonlar salomat bo'lsin. Shirin toy qizim, o'zimni oy qizim. Xush kelibsan bag'rimizga sen erka toy qizim. Shirin toy qizim, o'zimni oy qizim. Xush kelibsan bag'rimizga sen erka toy qizim.
qizim, o'zimni oy qizim, xush kelibsan bag'rimizga sen erka toy qizim, shirin toy qizim, o'zimni oy qizim, xush kelibsan bag'rimizga sen erka toy qizim, shirin toy qizim, o'zimni oy qizim, xush kelibsan bag'rimizga sen erka toy qizim, shirin toy qizim, o'zimni oy qizim, xush kelibsan bag'rimizga sen erka toy qizim. Yüzleri tumtumalak, sözleri bal mı kaymak, sana var mı doymak? Ay meni hoşray kızım, ay meni majlı kızım. Yüzleri tumtumalak, sözleri bal mı kaymak, sana var mı doymak? Ay meni hoşray kızım, ay meni majlı kızım. Erkelep saçlarını sılasım geledi, duymayman gözlerine yep koyasım geledi. Erkelep saçlarını sılasım geledi, duymayman gözlerine yep koyasım geledi. Yüzleri tumtumalak, sözleri bal mı kaymak, sana var mı doymak? Ay meni hoşray kızım, ay meni majlı kızım. Yüzleri tumtumalak, sözleri bal mı kaymak, sana var mı doymak? Ay meni hoşray kızım, ay meni majlı kızım. Şoxluqları dikməni özüm axır, nazlanıb gülüşləri onasını özü axır. Vaxşunu şoxluqları dikməni özüm axır, nazlanıb gülüşləri onasını özü axır. Yüzləri tumtumalak, sözləri bal mı kaymak, sana var mı doymak? Ay meni hoşray kızım, ay meni majlı kızım. Yüzleri tumtumalak, sözleri bal kaymak, sana var mı doymak? Ay meni hoşray kızım, ay meni majlı kızım, ay meni esen kızım, ay meni hoşray kızım.
والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهدن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد السلام عليكم محترم جماعة المسلمين. محترم جماعة صاحب إحسانlar mana Abdulla akamiz o'tibdilar. Abdulla akamizning o'g'illari Rustam akamizga Alloh taolo o'zini ulug' ne'matini, ya'ni farzand ne'matini beribdi. Shu farzand ne'matini berganligi uchun Alloh taologa shukrona ne'mat sifatida shu farzandlarini haqiqasini qilib turibdilar. Farzandlari ifora qilsin ekanlar. Alloh taolo bu haqiqalarni dargohiga biliyo qabul maqbul aylasin. Haqiqasi qilib turgan bu ifora qizimizni kulli yomonliklardan o'zi asrasin. Muhtaram azizlar, haqiqat to'g'risida Payg'ambar alayhissalomga juda ko'p hadislari bor. Payg'ambar alayhissalomga hadislaridan biri قال النبي صلى الله عليه وسلم أقوى النبي صلى الله عليه وسلم حسن والحسين كبشا كبشا. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de nabiyaları İmam Hasan dünyaya kelganda Peygamber aleyhissalom bitta qo'shqorni so'yib aqiqa qilib berganlar. Va bir yildan keyin İmam Husayn dünyaya kelganlarida Peygamber aleyhissalomning nabiyalari Peygamber aleyhissalom bitta qo'shqorni so'yib aqiqa qilib berganlar. Endi muhtaram azizlar, aqiqani 73 ta foydasini ulug'larimiz sanab o'tganlar. Aqiqa qachon beriladi? Farzand dunyoga kelgandan keyin 7 kunlik bo'lganda aqiqa qilishlik kerak. Agar imkoniyat bo'lmay qolsa 14 kunlikda bu aqiqani qilish kerak. 14 kunlikda ham aqiqa qilishning imkoniyati bo'lmasa, sharoiti bo'lmasa 21 kunlikda. Bo'lmasa xohlagan paytda tezroq qilishlik kerak bo'ladi. Aqiqasi qilingan farzandni Alloh taolo 73 ta balodan asraydi. Shulardan ayriladi. To'satdan mashina urib ketishlik, vasvas kasaliga tushib qolishlik va eng kattasi o'z joniga qasd qilishlikdek narsalardan baloy ofatni Alloh taolo o'zi asraydi. Endi muhtaram azizlar, aqiqani yana shariatimizga kiritishlikka sabab bir ona farzand dunyoga keltirgan. U ona e'tibor bering. Qo'y go'shti yemaydi. O'zi farzand dunyoga kelganda qo'y so'yib aqiqa qilinadi. Nima uchun? Ona yeyishlik uchun. Chunki ona qancha energiyasini yo'qotadi. Endi shu ona qo'y go'shti yemaydi. Bu masala kitoblarimizda keladi. Shu farzandni aqiqasi uchun echki so'ysa bo'ladi. Nima uchun? Ona echki go'shtini yeydi. Ona echki go'shtini yeyib, ozgina o'zini tiklab oladi. Bu shariatimizga joriy qilishlikka ona bilan bolani o'ylab qilingan. Aqiqa go'shti nima qilinadi deganda, aqiqa go'shti 3dan biri oilasi uchun 3dan birini tarqatib, 3dan birini ana shunday ziyofat qilib, qavm qarindoshlar chaqirib, shu sohib yashnolar haqqiga duo qilsa bo'ladi. Va hamma go'shtini o'zini oilasiga olib qolsa ham bo'ladi. Endi muhtaram azizlar, qiz farzand to'g'risida Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki: "Astagfiru billah, lillahi mulku samawati wal ard, yakhluqu ma yasha'u, yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur." Sadaqallohul azim. Bu oyatning davomi ham bor. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki: "Yer va osmondagi hamma narsa meniki" dedi. Va men dedi xohlagan narsani yarataman dedi. Va oyatning davomida Alloh taolo aytadiki: "Men xohlagan bandamga qiz farzandni beraman" dedi. Ya'ni qiz farzand
va oyati davomida yana Alloh aytadiki, men xohlagan bandamni ibrat uchun tug'mas qilib qo'yaman. Bu oyatni muhtaram manzil hayotda ko'ryapmiz. Kimlargadir Alloh taolo qiz bergan, kimlargadir o'g'il bergan, kimlargadir o'g'il va qizlarni bergan va kimlargadir ibrat uchun nima tug'mas qilib qo'ygan. Shunday ekan muhtaram manzil mufassirlarimiz aytadilar, Alloh taolo bir bandasiga bu ulug' ne'matni, ya'ni farzand ne'matni beribdimi, buni shukronasi ikkita yo'l bilan bo'ladi. Birinchisi til bilan. Nima deydi? Allohim o'zingga shukr, shunday ulug' ne'matni, ya'ni farzand ne'matini sen berding. Sendan boshqa hech kim farzand bera olmaydi. Allohim meni tirnoqqa zor qilmaganliging uchun o'zingga hamd va sanolar bo'lsin deb aytishlik kerak edi. Ikkinchisi shu berilgan farzandni qiz bo'lsin, o'g'il bo'lsin, Alloh rozi bo'ladigan qilib, chiroyli qilib elni yurtni ota-onasini xizmatini qiladigan, Allohdan qo'rqadigan, payg'ambardan uyaladigan qilib, halol nima, harom nima, yaxshilik nima, yomonlik nima, hammasini o'rgatishlik kerak bo'ladi. Ikkita narsa bilan shukrona ado bo'ladi. Endi mufassirlarimiz yana bitta narsani aytadilarki, Alloh taolo dedilar, birinchi qiz farzandni zikr qilyapti. Nima uchun? Chunki qiz dedilar, otasiga mehribon dedilar. Qiz dedilar, otasini jannatga kirishligiga sababchi bo'ladigan farzand dedilar. Payg'ambar alayhisalom sahoba-i ikromlar bilan o'tirganlarida Payg'ambar alayhisalom aytdilarki, kimni dedilar, 3 ta qizi bo'lsa, shu opalarimizdan iltimos 5 minutgina suhbat qilamiz, shuni tugatamiz deb to'xtaydi. 5 minutgina sabr qilinglar. Kimni 3 ta qizi bo'lsa dedilar Payg'ambar alayhisalom, uni chiroyli qilib, sharmi hayoli qilib, tarbiya qilib uni uzatadigan bo'lsa, unga albatta jannat vojib bo'ladi. Shunda bir sahobani 2 ta qizlari bor ekan. Sahoba turib, ey Allohning rasuli, agar 2 ta qiz bo'lsa-chi deb savol berdilar. Payg'ambar alayhisalom aytdilarki, agar 2 ta qiz bo'lsa ham uni chiroyli qilib tarbiya qiladigan bo'lsa, erta qiyomatda unga jannat vojib bo'ladi. Sahih Buxoriyning sharhida keladi, shu hadis sharhida muhaddis shu hadisni sharhlab aytadilarki, agar dedi, bir kishi turib, ey Allohning rasuli, bittagina qizi bo'lsa-chi, shuni chiroyli qilib tarbiya qiladigan bo'lsa, unga ham jannat vojib bo'ladimi deb so'raganda, Payg'ambar alayhisalom albatta unga ham jannat vojib bo'ladi deb aytib berdilar. Bir akamizga Alloh taolo qiz farzand beribdi. Farzandlari 3-inchisi ham, 4-inchisi ham, 5-inchisi ham qiz bo'libdi. Haligi akamiz har doim ayollari bilan urushar ekanlar. Menga qiz tug'ib beradigan ayol kerak emas, menga o'g'il tug'ib beradigan ayol kerak. Agar bu farzandimiz agar qiz bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri onangnikka borasan deb har doim urush janjal, onasinikka borar ekan, kelar ekan. Xullas haligi akamizga Alloh taolo 6 ta farzand berdi. 6 ta qiz farzand berdi. 7-inchisiga ayollari homilador bo'lganda akamiz yana shu eski gapini aytibdilar. Allohga qasamki, agar bu farzandimiz ham, ya'ni 7-chi homilador farzandimiz agar dunyoga kelsa, qiz bo'ladigan bo'lsa, to'rtta-to'ri raddomdan, tug'ruqxonadan qayerga borasan? Onangnikiga borasan deb shart qo'yibdilar. Bir kuni akamiz ishdan charchab, qolib, uyga kelib dam oldilar. Uxlab yotibdilar. Tushlarida
qiyomat qoyim bo'ldi. Jannatli insonlar jannatga qarab, jahannamli insonlar jahannamga qarab ketyapti ekan. Bu akamizda ham ikkita farishta ikkita qo'llaridan olib jahannamga qarab ketyapti ekan. Jahannamning birinchi darvozasiga kelsa, birinchi qizlari o'tirgan ekan. Ey Allohim, bu farishtalaringga ayt. Bu meni mehribon otajonim, yemay yedirgan, kiymay kiydirgan, bu meni mehribon otajonimni azob bermasin, jahannamga kirgizmasin deb qarqasha qilib Allohdan so'radi. Jahannamning ikkinchi darvozasiga borsa, ikkinchi ayoli, ikkinchi qizi o'tirgan ekan. İkinci qizi ham shu gapni aytibdi. Xullas, 6-darvozasiga borsa ham 6-qizi jahannamdan qalqon berib berib, ey Allohim, bu meni otajonim yemay yedirdi, kiymay kiydirdi. Bu meni otajonimga rahim qil. Jahannamga kirgizma, meni otajonimga azob berma. Bu farishtalaringga ayt deb qizi qarqasha qilib turib o'tdi. Shunda 7-darvozasiga kelganda haligi akamiz qo'rqib uyg'onib ketibdi. Uyg'onsagi shu birinchi bo'lib Allohdan kechirim so'rabdi. Ey Allohim, meni kechir. Men noshukr bandangni kechir. Menga sen shunday ulug' ne'matni bergan ekansan. Bu qizlarim axir meni jahannamdan to'sadigan, jannatga kirgizadigan-ku. Shunday ulug' ne'matga men noshukrlik qilgan ekanman. Allohim, o'zing kechir, men noshukr bandangni deb aytgan. Ikkinchi ayolini oldiga kelgan ekan. Ey ayolim, men nodon, men nonkir, noinsof, eringni kechir. Sen menga shunday bir ulug' ne'matni dunyoga keltirib bergan ekansan-ku. Axir bu dunyo turtkilik dunyo ekan-ku. Erta qiyomat bor ekan-ku. Jannat bor ekan-ku, jahannam bor ekan-ku. Axir bu qizlarimiz bizlarni jannatga kirgizadigan, jahannamdan to'sadigan parda ekan-ku. Ey ayolim, bu ya'ni 7-farzandimiz ham qiz bo'lsa, men nima? Mendan men roziman deb aytgan ekan. Muhtaram azizlar, sizni bizda Alloh yaratgan. Nima kerakligini Alloh biladi. Ajab emas-ku shu farzandlarni Alloh berdi. Shularni chiroyli qilib tarbiya qilsa, erta qiyomatda shular sababchi nima jannatga kirgizsin. Alloh taolo Qur'oni Karimda va la in shakartum la azidannakum va la in kafartum inna azabi lashadid dedi. Ey bandalarim, men berayotgan ne'matlarga shukrona ne'mat qilsangizlar, men albatta ziyoda qilaman dedi. Agar men bu berayotgan ne'matlarga noshukrlik qiladigan bo'lsangizlar, meni azobim qattiq dedi. Beradigan ne'matga har doim shukr qilishligimiz kerak. Noshukrlik qiladigan bo'lsak, bu dunyo oxiratda azobga giriftor bo'lamiz. So'zim oxirida bittagina misol, hayotiy misolda aytib, suhbatimni tugataman. Toshkentda bo'lgan voqea yaqin kunlarda bir kishi uylanadi. Uylangandan keyin farzandi qiz dunyoga keltiradi. Ya'ni qiz farzandi bo'ladi. Qiz farzand dunyoga kelgandan keyin qaynona kelini bilan janjal qilibdi. Mana o'g'limga, yagona o'g'limga faqat o'g'il tug'adigan kelin kerak. Qiz tug'adigan kelin kerak emas. Bu meni bittagina o'g'lim bo'lsa, buni zurriyotini davom ettiradigan o'g'il kerak deb janjal qildi. Xullas, ikkinchi farzandi ham qiz bo'libdi. Ikkita qizni Alloh beribdi ulug' ne'matini, lekin qaynona kelin bilan janjal qiladi. Har doim qo'yni qo'shnilar, yaxshi insonlar tushuntirsa, axir bu farzandni hech kim bera olmaydi. Erkakda ham emas, ayolda ham emas, Alloh beradi, xohlaganiga xohlaganini. Tushuntirsa tushunmabdi. Xullas, 3-chi
farzandga homilador bo'ldi. 3-farzandga homilador bo'lgandan keyin yana qaynona shart qo'yibdiki, agar bu 3-si qiz bo'ladigan bo'lsa, dunyoga ketirmaysan, ya'ni olib tashlaysan. Bugungi kunda tili bilan aytganda abort qildirasan. Keyin borib o'ziga tekshirib tursalar, haligi o'zida nima chiqadi? Qiz chiqadi. Qaynona yana turib oladi, o'jarlik qiladi, necha kishilar aralashadi, qarindosh aralashadi. Xudodan qo'rqing, bu Xudoning azobiga giriftor bo'ladigan narsa. Bu tiriklay bir jonni o'ldirishga sabab bo'ladigan gunohi kabira bu. Bu Allohning ne'mati bu. Bu Allohning sinovi bu. Alloh bergan ne'matga shukr qiling. Bu ishingizni qilmang desa ham ko'nmabdi. Xullas, kelin ham ko'nmagan, kuyov ham ko'nmagan, onajon qo'ying, Xudoning berganida bir kun Alloh xohlasa shu o'g'il bo'lar desa ham qo'yariga qo'ymay, kelini yig'lasam, siqtasam qo'ymabdi. Borib olib tashlashga majbur bo'ldi. Qo'yarda qo'ymay borgan, ikkita qizchasini uyiga tashlab, ular nima qilgan? Abort qildirish uchun balisaga borgan. Xullas, borgan balisada borsa Allohning bir ulug' ne'mati, qiz degan joyda o'g'il chiqib turibdi. Bu ham bir Allohdan boshqa hech kim bilmaydi buni, qiz o'g'illigini. Unga bir pushaymon. Uyga kelsalar tumonat odam, ko'ngil qilishda kelib olgan uyga. Uyda ikkita go'dakkini tashlab ketgan, ular o'ynab, kir yuvish mashinasiga bittasi kirgan. Ikkinchisi uni knopkasini bosgan. U nima qiladi? Tabiiy aylanadi. Aylantirib, kir mashinasini ichiga olib ketgan bittasi, bunisi qo'rqib, yugurib tashqariga chiqsa agar mashina olib yuboradi. Xullas, bir vaqtni o'zida 3 ta go'dakkinadan ayrilyapti. Alloh aytayapti, bandam, senga kerak bo'lmasa, menga kerak. Sen noshukr qildingmi? Seni endi turmoqqa zor qilaman dedi. Mayliki bu dunyo 4 kunlik dunyo. Qiynalar, vijdon azobida o'tar ketar, lekin ertaga Allohning huzuriga borganda nima deb javob beradi? Ey bandam, men bergan ne'matga sen nima uchun noshukrlik qilding? Nima uchun buni o'ldirding degan savolga qanday javob beramiz? Muhtaram azizlar, shunday holatlarni bilsak, guvoh bo'lsak, ko'ngil qo'shni qavm qarindoshlar orasida shunday holatlar bo'lsa, darrov tushuntirishligimiz kerak. Birodar, aka, opa, Xudodan qo'rq, bu Xudoning bergan ne'mati deb aytishligimiz kerak ekan. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Endi muhtaram azizlar, bu Qur'on tilovat qilib, Sohir yoshlar haqlariga va ifoda qizimiz haqlariga bir duo qilib qo'yamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. فبأي آلاء ربكما
البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين o'qilgan oyatlardan hosil bo'lgan savoblar, yegan ichgan taomlarimizdan hosil bo'lgan savoblarni, so'yilgan jonliqlar savoblarini, avvalambor salomni roziligi bilan Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga ruhbaqlariga, Payg'ambarlar, avliyolar, dinlar, sirlar, sahobalarning ruhbaqlariga, Allah shu mazlum makonlarda, xonadonlarda umidvor bo'lgan ruhlar haqiga bag'ishlab, ehson sohiblarining umidvor bo'lgan ota ajdod, ona ajdod, bobo momolardan o'tganlarning ruhoniyatlariga hadya qildik. Shunga duoga so'mib turgan aka ukalarimizdan, opa-singillarimizdan, kelinlarimizdan umidvor bo'lgan ota ajdod, ona ajdod, bobo momolardan o'tganlarning ruhoniyatlariga hadya qildik. Qabristonlarimizda o'tgan jamiki mo'min mo'minalar, mo'min musulmonlar, beva becharalar, sabr kabirlar, befarzand o'tganlarning ham ruhoniyatlariga hadya qildik. Yotgan joylari jannat bo'lsin, Xudo rahmat qilgan bo'lsin, havz-u kavsar suvidan serob bo'lsin, ruhlar shod, oxiratlari obod bo'lsin, qabrlari nurga to'lsin. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Mana yaxshi niyatda turibmiz, mana nabiramiz aqiqasi. Shu aqiqa muborak bo'lsin. Shu nabirachamiz katta qiz bo'lib, ota-onalariga, bobolariga, xalqimizga bir xizmat qiladigan, dini diyanatli, bir orzu qiladigan bir qiz bo'lsin, umri uzun bo'lsin. Tinchlikda, omonlikda, sog'likda, salomatlikda yana ko'payishi bo'lsin. Mamlakatimiz tinch bo'lsin, osmonimiz safo bo'lsin, sohilimiz abadiy bo'lsin, dehqonchiligi, chorvachilikka Allohim baraka bersin. Amin. Allohu akbar. Mana shunday bir ajoyib aksiyat to'yxonasiga hammalaringiz Nodira singlimni nevarasi Ifora qizimizning, ya'ni Rustamjon bilan Sevinchxon shu sevib turmush qurib, mana Ifora degan qizimiz dunyoga keldi. Ana shu Ifora qizimiz Allohim to'yida hammamiz duo qildik. Nasib bo'lsa mana shu Abdulla akam bilan Saykapam uyida bir ajoyib to'y bo'lsin-da, mana shu to'yda guvohlari bizlar bo'laylik, nevarali bo'lsin deb niyat qildik. Allohim mana shu niyatlarimizga yetkazdi. Ming qatla shukr deymiz. Hamma uyda mana shunday besh to'ylarga, o'g'il to'ylarga yetkazish nasib qilsin deymiz. Endi nima deymiz? Xalqimizning avvaldan kelayotgan urf-odatlari, qadriyatlari bor. Mana shu qadriyatlarning biri shu lacha kiydirish. Mana shu Nodira singlim ham ota bo'lib, ham ona bo'lib mana shunday bir sevinchli qizni dunyoga keltirib, shu bir qo'llab hamma narsasini o'zi yig'ib, terib, tergilab mana shunday nevarasiga beshiklar, kalaskalar qilgan ekan. Ana shularni hozir Ifora qizimizga topshirish marosimi, ya'ni lacha kiydirish marosimi ekan. Mana shu lacha kiydirishni biz Narbayevlarning oilasi mana shu Konimov tumani eng ko'zga ko'ringan onaxonlarimizdan biri
o'zining farzandlari bilan Kanimin xalqiga tanish bo'lgan Xushvaq opani o'rtaga chaqirib, lacha kiydirishni biz Xushvaq opadan iltimos qilmoqchimiz. Mana shu Xushvaq opaday bo'lib, el xalq ichida taniladigan bir oila bo'lsin. Mana shu Xushvaq opaday obro'li inson bo'lsin. Ana shu opamizning yo'lini bersin deb biz Xushvaq opani endi osh yeyotgan bo'lsa ham iltimos qilamiz. Opajon, sizdan marosimimizda shu bizning qadriyatlarimizdan biri lacha kiydirib bersangiz. Endi qolganlar iltimos, o'zim sizlardan ovqatlaringizni bemalol yeyaveringlar, yoqimli ishtaha. Rahmat, siylab chaqiringiz uchun. Sayyara Abdulla, mana qizlaringni bugun haqiqa marosimi qutlu bo'lsin. Navaralaring ko'p bo'lsin. Rustamjon, senga ham qutlu bo'lsin kelin. Rahmat. Mana shu navaralar xuddi bizlardek shunda bolalar meni 80 yoshligimda nishonlab yubileyni o'tkazuvdik. Sayyara, sen ham erta 80 ga kirib mana shu bolalaringni, navaralaringni rahmat so'z berganlaring uchun mana bizlardek o'ynab o'sib yursin anglaring. Mayli. Kel, opinglar, yordamchi qizlardan manadan chaqiringlar. Uni tarikanini pastga qo'y. Pastga, ha. Yarashtimi, uni yarashtimi qo'ying mana. Yarashdi. Sağ olun, yok bu yaratmadım. Başkası var mı? İkte. İkte yok, bunu söyleme, bunu söyle. Sarı katarım derim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu bana bu dostlarımızın yolunu versin bana. Katta yedim. Aynı. Salam salam şuna. Gelin orada gelin. Böyle olur.
yaşang ko'nglim. Ko'p yashanglar batam. Baxtli bo'linglar Rustamjon bilan. Kelinglar. Kelinglar endi. Mana bu qo'shnilar. Qutlug' bo'lsin bolam. Xudoga tilagim qutlug' bo'lsin. Toza tilaklarga beshikdir dunyo. O'zsangiz dunyoga eshikdir dunyo. Tilagim hayotda hech qanday xato barchangizni panohida asrasin Xudo. Sarpaylarim qutlug' bo'lsin bolam. Ko'p yashasin. Uni o'sib kelaversinlar.
qizim kelaman. Mana. Sari ko'zadaniki. Sapaylar bo'lsin. Aha, ana sapaylar kelin bo'lsin. Hadi kel. Rahmat. Rahmat Saykapa. Sapaylar bo'lsin, hammalarga rahmat aylar. Sapaylar vaqt bo'lsin. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, la hawla wala quwwata illa billah. Parvardigor mana shunday oilada quvonch oilada safa kiyish bo'ldi. Rahmat Xudolarimizga, xudolarimizga rahmat. Mana shunday bir vaqtga hammalaringizni mana shu bugungi bayram munosabati bayram shu qizimiz katta bo'lsin. Ota-otalariga, momalarga, bolalarga xizmat qiladigan bir o'qimish o'tsin. Hammamizga sog'lik tinchlik tilsin. Rohana atina fid-dunya hasanatan fil oxirati hasanatan qina sabana ya rahmat ya rahmat. Amin. Alloh. Rahmat sog' bo'ling. Xalqimizning qadr-qimmatimiz nihoyasiga yetdi. Oldizdan qilgan taomlardan tanovul qilib, yaxshigina chiroyligina o'tirib ketish nasib qilsin. Hammangizga rahmat e'tiborlaringiz uchun. Ondan keyinda qutlu bo'lsin to'ylaring, bari qabul bo'lsin. Bizlar ko'chamiz atdan avay 41 atdan ozg'inta seyrig'imiz bor. Soyarjon sag'in kelinimning bari qadami qutlu bo'lsin. Nemirang uzgun jo'z bo'lsin. Bar aktivlarimizni qizlarimizning atdan to'yga. Rahmat. Do'stlari bor ekan Nodirani. Shu sinfdosh do'stlariga Aygul bilan Saltanat gapiraman deyapti. Marhamat Aygul, Saltan so'z navbati sizlarga. Keyin kollektiv, sevinchli kollektivistlar ham chiroyli tayyorlanib turinglar. O'zlarining yaxshi tilaklarini aytsinlar. Kim yaxshi tilak bildiraman desa marhamat kelib aytishadi-ku. Hamma yaxshi tilak aytaveringlar. Kimnidir yelkasida farishta o'tirgan bo'lar ekan. Ana shu farishta amin deb yuborsa, hamma nimalari qabul bo'lar ekan. Shuning uchun gapirgan yaxshi, tilak bildirgan yaxshi, yaxshi niyat aytgan yaxshi. Assalomu alaykum. Mana uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Mana bugun Sayraklar mana shunday kunda o'tirgan ekanmiz. Mana nevaramizni 1 yosh to'yiga. Qutlu bo'lsin sizga to'ylar. Qizimiz katta qiz bo'lsin. Nodira degan senga ham to'ylar qutlu bo'lsin. Mana shunday narsalar olib kelding. Mana hamma orzu havaslaring mana ro'yobga chiqdi. Har doim charchama. Shu nevaralaring ko'p bo'lsin, katta qiz bo'lsin nasib qilsa. Sevinch qizim kuyovlar qo'sha qarsin. Yaxshi kelin bo'lsin. Siz orzu qilgandek kelin bo'lsin. To'ylar qutlu bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Mana bugun ifora qizimizning 1 yoshi ekan, aqiqasi ekan. Hayotda hamma nima afzaliyatlari bo'lsa, ota-onasining, ota-bobasining yaxshi niyatlari hammasiga erishaversin deymiz. Sizlarga nevara muborak bo'lsin, umri uzoq bo'lsin, tanijoni sog' bo'lsin. O'zidan ukalari, singillari ko'p pul berish yuraversin. Har doim uylaringizda to'y bo'lsin, yaxshi kunlar bo'lsin. Rahmat hammalaringizga. Allohim hammalarni yaxshi kunlarga yetkazsin. Uylaringda sizlar ham 5 to'ylar, to'ylar qilinglar, aqiqa qilinglar, faqat yaxshi kunlarda ko'rish nasib qilsin. Rahmat hammalaringizga. Yo'qdan ammalardan gapiradiganlar marhamat. Eshikka qammasiz. Rahmat, opajon sog' bo'ling. Meni domlalarim gapirmasa bo'lmaydi.
ekanligini yaxshi o'tirar ekanmiz. Shu o'rtoqdan foydalanib mana shu kichkintoy yarda qizimiz sog'lom bo'lsin, deni sog' bo'lsin, martabasi ulug' bo'lsin, rizqi mo'l bo'lsin. Nima deydi? Hayoti bilan kuyovdim qilgani to'y bo'lsin, to'ygani to'y bo'lsin. Bundan keyin yaxshi kunlarga o'tiraveraylik. Baxtli, taxtli, ajoyib bir komil inson bo'lishsin. Rahmat. Rahmat. Ajoyib kelasiz. Alloh sizga barcha yaxshilar kunlar ko'p bo'lsin. Olib kelingmi? Ha, mana. Yo'qmi? Nega? Muzika qo'shib arasında doşar bir dostum. En başsız bense kırgıze senin dumanı. Yes, senin dumanı. Son yazda vakti
Mai fora. Ushlab tushasizmi, nima qilasiz? Ey, Ifo. Dada.